بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مدد bilan sizlar bilan Xolid ibn Mahmud Jahani hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblardan dars qilayotgandik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. Bilganlarimizga Alloh taolo amal qilishga tavfiq bersin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizga ixlos bersin. Bugun Jumada Saniyda 25-kuni. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. O'tgangi darsligimizda 3-mavzuni boshlagan edik. 3-mavzuda Ramazon oyini qanday kutib olishlik mana shu haqida Sheyx Salloh keltirgan. Alloh taolo qadr qilganchalik mana shu 3-mavzudan biz biroz bir o'qigan bo'ldik. Mana shu oxirgi to'xtalgan joyimiz banda bilan Alloh taolo o'rtasida 3 ta tavbaning sharti bor ekanligini aytib o'tdik. Mana shuni bir takror aytib qo'yamiz. فإن كان معصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. Agar gunoh banda bilan Alloh taolo o'rtasida bo'lsa, bandaning haqqiga taalluqli bo'lmasa, ana shu gunohni 3 ta sharti bor. Ana shu Alloh bilan bandaning o'rtasidagi ana shunday gunoh sodir bo'lsa, buni 3 ta sharti bor. Tavba haqiqiy bo'lishligiga buni 3 ta sharti bor. Birinchisi ash-shartul avval, birinchi shart an yaqna'a anil ma'siyati la yastamirru ala fi'liha. Birinchisi gunohdan to'xtalishlik. Ana shu gunohda davomli bo'lmaslik. Gunohda davomli bo'lmasdan inson gunohdan to'xtalishligi birinchisi. Ikkinchisi ash-shartul thani, ikkinchisi an yandima ala fi'liha. Ana shu gunohni qilganligini nadomat qilishlik inson. O'tmishda qilgan gunohlariga inson nadomat qilishlik. Ash-shartul thalis, uchinchi shart an ya'zima alla ya'ud ila ma'siyati abada. Uchinchi sharti ana shu gunohga hech qachon qaytmayman deb qasd qilishlik. Mana shu 3 ta shart. Alloh taolo hammalarimizni tavbalarimizni Alloh taolo sahih mana shu shartlarga muvofiq qilsin. To'xtalgan joyimizdan davom ettirib boshlaymiz. Hozir banda bilan Alloh taolo o'rtasidagi gunoh qilgan insonning tavbasining shartlarini aytdik, 3 taligini. Endi shay aytadiki, Xolid ibn Mahmud Jahani hafizahulloh, "Va in kanat ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa shurutuha 4." Agar odamni haqqiga taalluqli bo'lgan gunoh bo'lib qolsa, endi gunoh 2 qismga bo'linadi. Birinchisi banda Alloh bilan o'rtada bo'lgan gunoh. Ikkinchisi banda bilan bandaning o'rtasidagi gunoh bo'lib qoladi. Shuning uchun banda bilan bandaning o'rtasida gunoh bo'lsa, Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham bandani bir-biriga tashlab qo'yadi. Endi bandalarni o'rtasiga tushmaydi Alloh taolo. Toki o'zlari o'rtalaridagi narsani kelishuv qilmaguncha. Agar endi odamning haqqiga taalluqli bo'lgan gunoh bo'lsa, fa shurutuha 4. Buni sharti 4 ta deyapti. Buni sharti 4 ta. Banda bilan bandaning o'rtasidagi. Hadihi talasa. Mana bu 3 ta shu yuqoridagi aytilgan. 3 ta yuqorida aytganimiz, shu 4 tani 3 tasi shu. 4-sini aytadi, an yabri'a min haqqi sohibiha. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد القذف ونحوه مكن منه وطلب عفوه، وإن كان غيبة استحل منه أي طلب منه عفو والصفحة. 4-chi sharti banda bilan bandaning o'rtasidagi gunohning 4-chi sharti o'zining do'stining haqqidan poklanishlik. Haqqi sohibiha degan o'zining sohibidan, ya'ni do'stining haqqidan inson poklanishlik. Ya'ni o'zining do'stidan poklanishi deganda, masalan, qo'shni bilan qo'shni o'rtasidagi holatga ham tushadi bu.
do'st deganda faqat do'st o'ziga cheklanmaydi, balki ota-ona bilan, ota-ona o'rtasidagi haqlar, aka-ukaning o'rtasidagi haqlar, er-xotin o'rtasidagi haqlar, qo'shnilardagi haqlar, shu haqlar hammasi kirib ketadi. Shunda inson poklanishi kerak. Binkana malan, agar ana shu haq mol bo'lsa, mol bo'ladigan bo'lsa, mol dunyo bo'ladigan bo'lsa, yoki nahvahu yoki ana shunga o'xshash narsalar bo'lsa, raddahu ila, unga qaytarib berishlik. Shunday shu insonni haqida inson poklanishlikda shu 4-chi nima tavbani sharti bo'ladi. Mol bo'lsa molni qaytarib berishlik, qancha qarz bo'lsa molni qaytarib berishlik kerak. Alloh taolo qiyomat kunida siz qancha pul qarz bo'lsangiz, Alloh taolo uni o'rtaga tushmaydi. Qiyomat kuni siz beradigan molingiz bo'lmaydi, balki siz savobingizdan oladi. Shuning uchun oxiratga qo'ymaslik kerak. Va bundan boshqa narsa deyapti, masalan bir kiyim va yana shunga o'xshash narsalar bo'lsa, uni ham qaytarib berishlik kerak. Biroq kiyim tortib olgan bo'lsangiz, biroq yerini tortib olgan bo'lsangiz, shunga o'xshash narsalar hammasi ketib ketadi. Unga qaytarib berish. Inkana hadda qazfi, agar endi quruq tuhmat qilib, quruq tuhmatdan had urdirgan bo'lsa, siz birovga quruq tuhmat qildingiz, siz sababdan narigi odam jazolandi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, u odamga qanday siz zulm bergan bo'lsa, shunaqa zulm, shunday men haqqini ol deb aytishingiz kerak. Va nahvahu yoki undan boshqa. Ya'ni undan boshqa, masalan, qo'lingiz bilan urgan bo'lsangiz yoki biron bir narsani ozor bergan bo'lsa, shunday qilib men urib ol deb turib, unga imkoniyat yaratib berishingiz kerak. Shuning uchun shayx aytayaptiki, makkanahu minhu, o'zi tarafdan, mana zulm bergan odam o'zi tarafdan unga imkoniyat yaratib berishlik. Agar darra urdirgan bo'lsa yoki darra urdirilgan bo'lsa, quruq tuhmat qilib, mana quruq tuhmat qilinganda darra uriladi. Ana shunday darra urilgan bo'lsa yoki bir muddat bir qiyinchilik qolgan bo'lsa, ana shunday haqqini ol deb odamga aytishlik kerak. Yoki masalan qo'li bilan urgan bo'lsa, bir zulm bergan bo'lsa, ana shunday mendan haqqini ol deb aytishlik kerak. Aw talaba afwa, yoki uni kechirishligini so'rashlik. Birinchi shu shartlarda aytish kerak, mendan qanday zulm bergan bo'lsa, shuni haqqini ol deb aytishlik kerak. Birinchi kechirishni so'ramaslik kerak. Haqiqiy tavba qanday ekan? Birinchi o'zingizga zarar bo'lsa ham menda haqqini ol deb aytishingiz kerak odamga. Aw talaba afwa, keyin undan af qilishini kechirim so'rashlik kerak. Yani Umar ibn Hattob ham islomga kirishdan oldin qancha musulmonlarga ozor bergan. Islomga kirgan paytda hammani to'plab, kimda meni haqqi bo'lsa mendan, haqqi bo'lsa shu haqqini olsin, urgan bo'lsa meni urvasin deb shuni hammani o'rtasiga chiqib aytadi. Deb biroz turadi-da, biroq keyin indamay turganda, bo'lmasa meni kechiringlar deganda, hamma Umar biz siz kechirdik deydi. Mana sahobalar hayotda ham bu narsa bo'lgan. Tavba deganda qanday ekan? 4-inchisi tavbani ko'rinishi shu. Birinchi kechirim so'rash emas, balki haqqini ol deb aytishlik. Inkanada g'iyba, agar g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, mana bugungi kunda musulmonlar orasida eng ko'p yayilgan narsa mana shu g'iybat. Ya'ni gapirib g'iybatdan qilib qo'ydi deb oxiri tan olib turib ketsa, bu bir katta xato o'zi. G'iybat o'zi qancha katta gunoh, lekin yana turib ketgan g'iybatdan qilib qo'ydi deb qo'ysa, bu yana ham tasdiqlab qo'yishdi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Imkoniyat g'iyba, agar g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, istahallahu min, undan halollik so'rab qo'yish kerak. Borib halollik so'rashlik kerak. Ay talaba minhu afwa wa safha, yoki bo'lmasam halollik so'ragan. Birinchisi halollik so'rashlik kerak. Men shunday siz g'iybat qilib qo'ydim, undan halollik so'rash. Yo'qsa undan afv va kechirim so'rashlik. Ulamolar mana shu g'iybat borasida bir so'zda aytadi. G'iybat ikki xil bo'ladi. Inson bilan g'iybat qiladi-da, keyin borib gapirsangiz, sizdan ko'p nafratlanib siz gapirmay qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun bir odamning g'iybat qo'yilsa borib kechirim so'rash kerak degan ko'rinishi bor. Ammo siz borib kechirim so'rasangiz, lekin siz yana nafrat kuchayib yomon ko'rib qolgan bo'lsa, borib odamdan kechirim so'ramaslik kerak. Nimaga desa, qanday qilinadi desa, odamning haqqiga duo qilinadi. Allohim shu odamning gunohini kechirgin, men shuni g'iybat qo'ydim, men gunohlarimni kechirgin, shu g'iybat qilgan gunohlarimni kechirgin deb Allohga istig'for aytadi inson va u odamning haqqiga duo qiladi. Ana shu odamning haqqiga duo sharti qanday ekan? Borib kechirim so'rasangiz, siz yana ham nafratlanib, siz yana ham sizni yomon ko'radi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda borib kechirim so'rasangiz, yana
odamni nafratiga nafrat qo'shgan bo'lib qolasiz. Ya'ni bu bilan g'iybat qilib odam meni bari borib kechirim so'rasam yomon ko'radi, haqqiga duo qilib qo'yaman, g'iybat qilsa bo'lar ekan degan narsani tushunmasimiz kerak. Shunaqa insonlar bor, bora aytsangiz siz yomon ko'radi. Yana ham sizga nafratdan siz uru janjal bo'lib ketishi mumkin-da. Shuning uchun bunaqa holatlarda inson zakiy bo'lishi kerak. Agar borib kechirim so'rasangiz foydasidan ko'ra zarari ko'p bo'lgan bo'lsa, u odamdan borib kechirim so'ramaysizda, balki o'z g'iybat qilib qo'yganingizni istig'for aytasiz, u odamning haqqiga duo qilasiz. فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. Agar endi mana bu shartlardan birontasi yo'q bo'lsa, yuqorida aytilgan birontasi topilmasa, lam tasih tavba sahih bo'lmaydi. Tavba sahih bo'lmaydi. Demak, tavba ikki qismga bo'lindi. Birinchisi banda bilan Alloh o'rtasidagi tavba 3 tadrik shartini. Agar shu 3 taning ichidan birontasi topilmasa, tavba sahih bo'lmaydi. Tavba sahih bo'lmaydi deganda insonning tavbasi hech qabul bo'lmaydi degan emas, balki tavbasi zaif bo'lib qoladi insonning. Inson yana ham shu 3 ta tavbaning 3 ta shartiga muvofiq bo'lishiga harakat qilishi kerak. Tavba sahih bo'lmaydi degan shunday tushunamiz. Payg'ambar alayhisalom bir hadislari bor. Lam tasih tavba deganga misol keltiryapman. Qaysi bir kishi qoni to'q bo'lsa, qo'shnisi och bo'lsa, u mo'min emas deganda payg'ambarimiz. Mo'min emas degan qanday desa, iymoni komil mo'min emas. Mo'min emas deganda musulmonlar safidan chiqadi, kofir bo'lib ketdi degani emas, balki iymoni komil mo'min emas. Bu hozir bu joydagi mana shu shartlardan bittasi topilmasin, tavbasi haqiqiy emas deganda, umuman ya'ni tavba qilmagan odamlar qatoriga qo'shilib qolmaydi, balki tavbasi zaif bo'ladi. Tavbasi zaif bo'lib qoladi. Shu 3 tadan bittasi bo'lmasa yoki ikkitasi bo'lmasa. Banda bilan bandaning o'rtasida tavba nechta dedik? 4 ta dedik. 3 ta sana yuqorida aytilgan banda bilan Alloh taolo o'rtasidagi 3 ta shart shu ham kelib ketadi. Va bittasi nima ekan? Yuqorida aytib o'tdik. Agar biron bir odam molini tortib olgan bo'lsa yoki unga bir zulm berib qo'ygan bo'lsa yoki bir quru tuhmat qilgan bo'lsa yoki g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, undan kechirim so'rashlik kerak. Birinchi kechirim so'radan haqqingni ol deyiladi. Agar unda bo'lmasa, kechirib qo'y deb undan nima kechirim so'raydi. Mana shu tavbani 4 ta sharti. 3 ta yuqorida aytilgan va bittasi mana shu. Alloh taolo hammalarimizni tavbalarimizni mana shu tavbaning haqiqiy sof ko'rinishi aytilgandek tavba qilgan odamlarni Alloh taolo safidan qilsin, bizlarni ham. Alloh taolo tavbalarimizni haqiqiy sahih tavbalardan qilsin.